Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalar, hurmatli ustozlar. Mana yangi zakasning qashqarobimiz tayyor bo'ldi. Zakas bilan yasaldi. Mana bunga yangiliklar qilindi. Kosaning atrofiga ham sadaf qo'yildi. Qashqaroblarda ko'pincha ahamiyat bersanglar, kosaning figurasining ishlanishida, mana shoxlarning ishlanishida boshqa ustalarniki bilan farqi ko'p. Mana sadaflarga o'zlaringiz e'tibor berasizlar. Bunga laqqa baliq terisi qoplanadi. Zakasning qashqaroblarda baliq teri qoplanadi. U nimaga? Masalan, yurak parti torga zo'r tushadi, lekin qashqarobga tushmaydi. Tez o'tirish qoladi. Bunga shu baliq teri zo'r tushadi. Mana zadniklariga dastasi o'rikdan, kosa tut dasta o'rikdan bo'ladi. Quloqlari ham o'rik, olma nimadan bo'laveradi. Mana endi ovozlarni eshitib o'zlaringiz baho berasizlar. Qashqarobob bilan boshqa ustalar bilan bizning ruboblarda farqi, dastasi beldasta bo'lmaydi. Shu o'zini me'yorida ishlanishi. Baribir Qashqarobobda eng glavniy narsa bu dasta hisoblanadi. Nimaga desa, qo'l shunda yuradi, baribir. Kosaning ishlanishiga ham mana govdaga mos chiroyli bo'lib turadi. Aktyorlar ham to'shni. Chalayotganimizda hali yangi bo'lgani uchun simlar sal soz tashyapti. Baribir yangi rubobda shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa 1-2 kun yaxshilab chalinsa, simlar ham o'zining joyiga kelib keladi. Shu bilan soz tashlashlari bo'lmaydi. Quloqlarni tutishi zo'r hammasi. Xudo xolasa kimga shunaqa Qashqar ruboblar kerak bo'ladigan bo'lsa, zakas bilan chiroyli qilib yasab, o'zlaringiz dastavkalarni ham hamma narsasini qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.